Assalomu alaykum, hurmatli Ekstrafos YouTube kanali obunachilari, kuzatuvchilari. Biza Toshkent viloyati Parkent tumani So'qoq qishlog'iga kelganmiz. O'zimizni Ekstrafos 315 MPK mineral o'g'itimizni sinab ko'rish uchun umumiy hisobda 80 sotix yer maydoni bor. Biza dastlabki oziqlantirishga bularga 150 kg miqdorda Ekstrafos 315 MPK berganmiz. Hozir taxminan bu MPK ni 30 sotix atrofida maydonda sinab ko'radi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ana o'sha joydan quvur chiqqan, shlang chiqqan. O'sha shlangdan past tarafiga beriladi faqat. Yana Husniddin akamning o'zidan so'raymiz, bu pomidorlar qachon ekilgan, qanaqa nav, shu haqida ozgina ma'lumot beradigan bo'lsangiz. Bu yoq tarafimiz qachon ekilgan, qanaqa usulda ekilgan? Tarafga bir 2 kun bo'ldi ekkanimizga. Bu tomoniga kecha ekkan biza. Qanaqa nav, qanaqa usulda ekilgan? Pikirovka qilib ekilganmi? Bu yog'i istagan. Bu yog'i pikirovka. Navimiz qanaqa? Buniki Zaret. Zaret F1. Manier firmaning Zaret F1 pomidori. Digital. Digital uzun palay pomidor. Uzun palay degani asosan tepishni sort bu. Bizani zonalarga deyarli ochiq dalaga ham ko'p mos tushganligi uchun dehqonlar eplagani uchun ekiladi. Pomidorimiz hali to'liq turib bo'lmagan. Yana 2 kunlarda ancha turib qoladi. Uzog'i 4 kunda yerga joylashishni boshlaydi bu. Agar juda katta donali yomg'irlar shiddat bilan yog'adigan bo'lsa, yerdan loy sachratib, yana buni o'nglanishini kechiktirib tashlaydi. Shuning uchun agar yomg'ir bo'lsa ham iloji boricha mayinroq yomg'ir bo'lsa yaxshi bo'ladi. Oldidan ko'milayotganda yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Oldidan ko'milayotganda iloji boricha ketmonni yerga urganda tuproq bilan sidirib olish kerak emasda, ketmonni yerga urib turib sal sakratib olish kerak ketmonni. Sakratib olsa, tuproq sidirilmasdan turib, tagiga dorilar sidirilmasdan turib yonbag'riga tushadi. Keyin bu yoqqa mana bu yerga quruq tuproq tushsa, mana buni ustiga. Mana oldi tarafi loy-yu, quruq tuproq bo'lganining hisobiga bu tuproq mulcha bo'ladi-da. Quruq tuproq nam tuproqqa mulcha bo'ladi mana buni tegi nisbatan yumshab qoladi keyin. Agar to'g'ridan to'g'ri, mana to'g'ridan to'g'ri, mana bu yerdan ko'rsataylik. To'g'ridan to'g'ri mana bu yerga tushadigan bo'lsa, mana bu yerga tuproq tushadigan bo'lsa yumshatadi mana. Mana bu yerga quruq tuproq tushsa, mana buni tegiga, misol uchun ketmon bilan urganda buni yumshatib yuboradi. Tegini ham yumshatib yuboradi. Lekin agar bu joyga shu holatda ochiq qoladigan bo'lsa, bu joy tuproq tushmasdan, mana bu tuproq tushmasdan ochiq qoladigan bo'lsa, mana bu uje qatqaloq buni qisib tashlaydi. To'g'ridan to'g'ri quyosh tushadi, qatqaloq qattiq qotib ketganning hisobiga qisib yuboradi. Shu tarafini ham hisobga olishinglarni so'raymiz. Shunaqa usulda ekadiganlar. Bular ozginadan sulfat ammoniy dorisini ham qo'shib beryaptilar. Birinchi oziqlantirishga, oziqlantirish uchun emas aslida. Sulfat ammoniy o'g'iti kislotali o'g'it bo'lgani uchun shu zonadagi pH muhitini bir oz muddatga o'zgartirib turadi. Erib nima qilishi davomida, parchalanishi davomida ozgina bo'lsa ham ammiakka aylanadi. Bu ammiak tuproqdagi zarar kunandalarni qochirib turadi. Ma'lum bir muddat qochirib turadi. Ildiz zonasiga yaqinlashmasligi uchun yaxshi bo'ladi sulfat ammoniy. Ildiz chirish kasalliklarini har xili bor-da. Ko'p turli, aksariyati kislotali muhitda yaxshi rivojlanmaydi. Shu kislotali muhit hosil qilish uchun sulfat ammoniy qo'shib beriladi. Nima uchun? Ildiz chirish kasalliklari ham yiroq bo'ladi. Oldindan profilaktika uchun qilinadigan ish bu. Sulfat ammoniy o'g'it tarkibida 24% oltin gugurt ham bo'ladi. Bizning o'g'itimiz MPK o'g'iti bo'lganligi uchun bunga S ham qo'shib qo'yadi bu sulfat ammoniy. Oltin gugurti ham bor tarkibida, ildizdan o'zlashadigan oltin gugurti bor. Suvga tushib eriganda ammoniy va sulfat yo'llariga ajraladi. Ya'ni oltin gugurt deganda bu sariq biza ustidan sepadigan tutqun shakldagi oltin gugurti emas. Ildizdan o'zlashadigan shakl oltin gugurti. Shunaqa qilib qo'shib beraman dedi, bo'ladi. Yaxshi variant. Endi mana yangi ekilyapti. Mana bu yerdan bularni soydan suv olib chiqqan shlang ekan, o'sha shlangdan yuqori tarafiga o'zining usulida shu amofos plus kaliy, yana plus karbamid qo'shadi yo sulfat qo'shadi. Shu usulda aralashtirib beradi. Bu tarafiga, shu shlangdan past tarafiga bizani o'g'itga 2 ga 1 nisbatda, ya'ni 2 qop bizani o'g'itdan bo'lsa, 1 qop sulfat ammoniy aralashtirib beradi. Xohlasa aralashtirib bersin, xohlasa 2 marta alohida sochib olib bersin, farqi yo'q. Shu usulda ertaga azina nami qochgandan keyin bular oldidan sug'oradi. Sug'organdan keyin chopadi, tegini chopadi buni. Keyin bir marta azotli o'g'it beradi. Undan keyin yaxshilab chopib turib, birato'la yotqizib ko'madi pomidorni. O'sha aynan yotqizib ko'mayotgan davrda biz yana bularga formulyatsiya qilingan, o'sha davrga mos tushadigan MPK o'g'itini olib beramiz. Faqat bizani o'g'itni ishlatibgina yetishtiradi. Mana shu joyini. Asosiy o'g'it sifatida.
qo'shimchasiga ozgina azotli o'g'it qo'shadi. Chunki azotni bilasizlar, ko'p isrof bo'ladi azotli o'g'it. Ayniqsa ariqlatib berilganda ko'p isrof bo'ladi. Shuning uchun azotli o'g'it ozgina qo'shadi. Endi bular ariqlatib sug'orish sharoitdan kelib chiqib, yeri relyefidan kelib chiqib turib shunaqa sug'oryapti. Tepasida dahanasi bor. Mo'ljallab tuprog'i yudirib ketmaydigan qismga o'rtacha qilib qo'yiladi. Mana zaxlaydi, hozir boshiga chiqadi. Bir 10 ming toqqandan keyin bu zaxlaydi. Zaxlagandan keyin bemalol ekib ketaveradi mana, ketma-ket. Ekish jarayonini qarang. Ana. Bitta savol bilan yuzlanamiz. O'g'itni yerga tushganda erishi qanaqa darajada? Boshqa xususiyatlarini so'raymiz. Boshqa xususiyatlari o'sha hosildorlikdan ma'lum bo'ladi, boshqa xususiyatlari. To'g'ri. Hozir eng muhimi sepganda changamasdan granula butun donami erishi qanaqa? Shu haqida ozgina ma'lumot bering. Sepganda changamoti, erish yaxshi, namga tushganda erib ketyapti. Namga tushganda tez erib ketadi. Уже 20 minut bo'lmasdan parchalanib. Muhimi changi yo'q, pomidorga ziyon yo'q demoqchiman-da. Sepayotganda ham. Sepayotganda. Endi shu joydan har doim YouTube uchun video qilib, bularni pomidorlarning o'zgarishini, hamma narsasini kuzatib boramiz. Videolarimiz ham sizlarga ko'rinishi uchun, rekomendatsiyaga chiqishi uchun bizga obuna bo'linglar va like bosib videolarni kuzatib boringlar. E'tiboringlar uchun rahmat.